Oltinko'l jome masjidi. Yoshligimizda shu gumbaz katta ko'rinardi ko'zimizga juda ham. Hozir ham katta, ichki ko'p odam sig'adi, barakali masjid. Endi hozirgi gumbazni qaranglar, kattaligi. Necha barobar katta deb o'ylaysizlar? Uzunligi 18 metr, aylanasiga 56 metr deb eshitdim. Va xudo xolasa tepasida inshaalloh yulduzi bo'ladi. Oyi 7 metrli oy bo'ladi. $200 kvadratdan oshiqroq joyga tushgan tagi. Adashmasam Alloh alam.